Serzarda zamonlar o'tdilar qator. O'tdilar yillaru oylar rang-barang. Moziydan bugunga yetmasdi ovoz. Bo'lmaganda xalqim sening xotirang. Usmon va Lalaxon Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligi esdalik yubiley medali bilan taqdirlanadi. Rahmat. Kechasilari uxlamasdik, qo'rqib bolam. Yonimizda odamda akitib qolar edi. O'zimiz qo'rqib qolaverardik, bolalarni quchoqlaganimizcha. Bolam bu kunlarda hech ham ko'rmaydik. Dövlətdə bolam nihoyatda qiyinchiliklar o'tgan. Opam berishdan mo'ytinam. O'sha vaqtida bizlarda non yo'qsa, oldimizga tavatda qo'yib yetir armonimiz yo'q deyapti. Endi nima deysiz shu shukronani qilib shu zamonlarga? Albatta. Albatta shukrona qilaman. Podshamizga ham rahmat. Ularning yodini e'zozlab yashang. Safda yurganlarni qadrlang mudom. Xotira maydonin lavhalarida bitilsin har bitta unutilgan nom. Podshamizga rahmat. Президенту тоже огромного здоровья. Пусть он работает для своей страны много лет. Хороший, добрый человек. Urushga o'zimda otalarim borgan, enalarim bor, nimalarim, amakalarim borgan, akalarim borgan, hammalari borgan. Amakimiz bittasi yo'qolib ketgan. Hali ichib ketadi. Biz ko'rdik sizlar, ko'rmanglar ukullar. Elimizde ömrü uzak, rızkı ulug' olsun. Olsun aldırmasın. Hamisha tani sıhhat olsun. Bizim zamanımız tinch olsun bolam. Hamisha yaxshilik kunlarda ko'rishaveraylik. Qadr shulkim u yurtda Hazrati inson aziz. Hazrati inson uchun yaralgan imkon aziz. İnşallah hech kimdan kam bo'lmaydi bu millat. Erk bayrog'in ko'targan hur O'zbekiston aziz.